Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuninglar xayrli barakotli bo'lsin. Ukalarimiz ehsonni niyat qilishgan ekan. Mana Xudo xohlasa bitta qo'chqor olib keldik. Juda ham sifatli, mashalloh, joyilib ketdi. Alloh dargohida qabul qilsin. Tuxum bo'lib qopti jonivor. Ukalar mashalloh, bunga baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Jonivor kichkina qo'chqor edi. Tiqilib qopti. Ay mashalloh. Alloh dargohida qabul qilsin. Qo'chqor. Xo'p, 4,5 million tepasiga aylanadi. Ha. Yo, undan kichkina ham bo'lib ketadi. Sifatini qilib beraman deb Xudo xohlasa. Mana hozir o'shalarning sherigini tazza so'yib olman. Ko'rmay kichkina edi, jonivor yoyilib ketdi, mashalloh. Katta chiqib, Alloh baraka berib olsin, hech gap emas. Bo'ldi-aka, ko'rishamiz. Anaqa bo'lsa. Siz yeganmisiz? Ha, biz men uncha anaqa qilmaganman. Xom narsaga yoqmaydi menga. Shu dumbasi azgincha bo'lyapti. Shu joydan aqib beradi. Qo'yib tushirganmiz. O'rtasida azgincha. Qo'chqor yo'q edi. Acha. Biz ham nima olamiz? Ertaga qanaqa bozor o'zi? Qo'y bozor. Qora boshini uchun to'ldirib qo'ydi. Qo'chqorimizni go'shtlari, xohlasa. Mashalloh. Muhammad Amir, Muhammad Amir. Men bu qanaqa turadi? Muketga osib qo'yaman. 4 kun turadi, aka, suv chiqib ketadi. O'zini tuzga bitta tuzlar orasida keyin osib qo'yasiz salqin joyga. Ustiga marli o'rab, hammasi dumba bilan. Mag'zi ham dar chiqdi, Xudo xohlasa, aka. Videolarga rozi bo'lasiz, aka?